Hey, Amerikaga kelmoqchi bo'lgan do'stim, siz Amerikani orzu qilyapsiz, lekin Amerikaga kelish uchun ingliz tilini o'rgandingizmi? Amerika hayotini o'rgandingizmi? Juda ko'p odam lichkamga yozyapti. Aka, Amerikaga qanaqa ketsak bo'ladi? Do'stim, birinchi qiladigan ishingiz ingliz tilini o'rganing, yozing. Inglizcha yozing. Siz harakatingizni ko'ring, keyin sizga yordam qiling. Do'stim, Amerikani orzu qilyapsizmi? Albatta tilni o'rganing. Birinchi o'rinda tilni bilsangiz, til bilgan el biladi degan gap bekorga emas. Любой davlatga boring, meni maslahatim o'sha davlatning tilini o'rganing, madaniyatini o'rganing, qonun qoidalarini o'rganing. O'zingiz bilmaysiz qanaqa magnit sizni tortib olganini o'sha davlatga. Lekin hech narsani o'rganmasdan Amerikaga ketaman, Rossiyaga ketasizmi, Turkiyagami, Avstriyaga farqi yo'q. O'sha davlatga borish uchun o'sha davlatning tilini bilsangiz, o'sha joyda bemalol yelkangizni ko'tarib, mana shunaqa boshingizni ko'tarib yura olasiz. Tilini bilmasangiz, cheris kimdir sizga muloqot qilishadi. U sizni qaydan bilasiz, aldayaptimi, aldamayaptimi? Shuning uchun do'stlar, Amerikaga kelmoqchimisiz? Birinchi qiladigan ishingiz ingliz tilini o'rganing. Birinchi qiladigan ishingiz o'sha davlatning madaniyatini o'rganing. Keyin natijasini Allohga qo'yib bering, Xudo xolasa sizni kam qilmaydi. Salomat bo'ling. Amerikada ko'rishguncha to'xtab qolmang. Atlet yo'lda ko'rishamiz demaymiz, Amerikada ko'rishamiz.